Bismillahirrohmanirrohim. Mahramiyat ziynati. Yo Ali, qo'rquvi bo'lmaganning dini yo'qdir. Himoyaga ega bo'lmaganning aqli yo'qdir. Tiyilishni bilmaganning iymoni yo'qdir. Ilmi yo'qning ibodati yo'qdir. Sadoqati yo'qning insonligi yo'qdir. Tadbiri bo'lmaganning xavfsizligi yo'qdir. Uyg'un harakat qilmaganning tavbasi yo'qdir. Hayosi yo'qning jo'martligi yo'qdir. Payg'ambarimizning Hazrati Aliga o'gitlaridan. Barchamiz ko'z-ko'z qilish va omma nazarida bo'lish urfga aylangan zamonda yashayapmiz. Oynai jahon, internet, ijtimoiy tarmoqlar bizga omma oldida ko'p ko'ringan insonning o'zi ham, gapi ham qadrli ekanini bot-bot takrorlamoqda. O'zimizni qanchalik ko'z-ko'z qilsak, shunchalik qadrli his qilyapmiz. Chunki borligimizni his qilishlarini xohlayapmiz. Shuning uchun uyda, maktabda, do'stlarimiz orasida borligimizni ko'rsataveryapmiz. Bunday qilmasak, hayotimizda qandaydir bo'shliq paydo bo'lgandek tuyulyapti. E'tiborsiz qolganimizda ming'irlab, qarshimizdagi suhbatdoshimizga "meni ko'r" degan signallar yuboryapmiz. Zotan shuning uchun ham haqiqiy ko'z bilan ko'ra olmaslik holatiga befarqlik deyiladi. Bizni, hislarimizni, borligimizni ko'rmaganlarni e'tiborsiz deb ataymiz. Lekin borligimizni aslida eng ko'p kimning ko'rishini, his qilishini istaymiz. O'zingizga shunday savol berib ko'rganmisiz? Sizning mavjudligingizni istalgan begona kishi bilsinmi yoki yaqinlaringizmi? Zero ko'rinish va ko'rsatish orasidagi nozik farq mana shu yerda bilinmaydimi? Mana shu joyda ahamiyatli emasmi? Bu nozik farq o'zini marhamiyat va uning poymol qilinishi orqali namoyon etadi. Inson qadri ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarga a'zo bo'lgan obunachilar, e'tibor qaratgan, qaratmaganlari postlariga bosilgan layklar bilan belgilanayotgan dunyoyimizda mahramiyat eng ko'p himoya qilinishi kerak bo'lgan ziynatimiz bo'lib qoldi. Munosabatlarning o'z siri, maxfiyligi, mahramiyati bo'lgani kabi ijtimoiy tarmoqning ham o'z chegarasi bo'lishi kerak. Sizning qadr-qiymatingizni aslo boshqalar belgilamasin. Sizni sizga qiymat berib yaratgan Alloh qadrlaydi. Buni aslo unutmang. Xo'pmi? Dunyodagi milliardlab insonlarning siz bilan ishi bo'lmasa, sizning borligingizdan xabarsiz bo'lsa-da, siz Robbimiz uchun qadrlisiz. Shu sababli u bizni boshqa ko'zlardan va biz ko'ra olmaydigan zararlardan himoya qilish uchun ichimizga mahramiyat ziynatini joylashtirdi. Siz hali qizaloqligingizda onangizning boshqalarning oldida kiyimingizni almashtirishga uringanida uyalib, bunga qarshilik qilganingiz, siz istamagan odamlarning sizni o'pishiga qarshilik qilganingiz, xonangizga izinsiz kirmasliklarini, kundaligingizni ruxsatsiz o'qimasliklarini istashingiz, jamoat transportida orqama-orqa zich ketishini xohlamasligingiz, mana shu fitratingizning, ya'ni mahramiyat ziynatining ta'siri emasmi? O'zaro gaplashayotganda burningizning tagiga kelib oladigan odamlar sizni bezovta qilganidek, siz hech qachon ko'rmagan, tanimagan odamlarning telefon ekrani orqali dunyoyingizga so'ng'ishlari ham xuddi shunday bezovta qilish kerak emasmi? Agar bu refleks faollashmasa, siz mahramiyat faqat haqiqiy dunyoda himoyalanishi kerak deb o'ylayotgan bo'lasiz. Holbuki odamlar muloqot qiladigan barcha joyda maxfiylik, mahramiyat juda muhim. Mahramiyat aslida sizning yo'q deyish kuchingiz sanaladi. Mahramiyat soyasida hududingizga ruxsatsiz kirganlarga qarshilik ko'rsatish kuchiga ega bo'lasiz. Odamlarga har kimning o'z xos hududi borligini eslatgan bo'lasiz. Mahramiyat aslida sizni himoya qiluvchi, qo'llab-quvvatlovchi hisdir. Mahramiyat nima qilibdi? Osmon uzilib yerga tusharmidi? deyishdan tiyadigan ziynat sanaladi. Mahramiyat uyat tuyg'usi bilan hamohanglikda harakat qilar ekan, ichingizdagi beg'ubor qizchani bir daraxt soyasining
xush havosi bilan himoya qiladi. Shu sababli xonangizga izn olib kirishlarini istashingiz ham, sizni bezovta qiladigan holatlarga qarshilik ko'rsatishingiz ham, kundaligingizning boshqalar tomonidan o'qilishiga qarshilik ko'rsatishingiz ham sizning haqqingizdir. Bularni himoya qilish siz uchun shaxsiy hududingizni himoya qilish yo'lidagi muqaddas kurashdir. Bu ishda hech qachon o'zingizni aybdor his qilmang. Ko'pincha biz kattalar har bir bolaning, har bir qizaloqning o'z chegarasi borligini unutib qo'yamiz. Bu ba'zida bilmasdan, ba'zida esa o'z hududimizning marhamiyatini yaxshi bilmaganimiz tufayli sodir bo'ladi. Ammo yana bir bor ta'kidlayman. Bu sizning haqqingizdir. Mahramiyatingizni qanchalik himoya qilsangiz, qadr-qimmatingizni ham shunchalik himoya qilasiz. Mahramiyat ruhingizni o'rab turuvchi, ichingizni ilituvchi, sizning siz bo'lishingizni ta'minlovchi yopinchiq kabidir. Shuning uchun mahramiyatingizni asrang, himoya qiling. Uni buzishga harakat qilganlarga qarshilik ko'rsating. Aslo izn bermang. O'z navbatida boshqalarning chegarasini ham hurmat qiling. O'z davlatingizning mahramiyatini, shaxsiy bayrog'ini bir umr hilpiratib yuring. Bir zarif so'z. Sobit go'zal axloqli, taqvoli bir yigit edi. Zuhdi, namozi va ilmi joyida edi. Yuzidan nur yog'ilib turardi. Bir kuni soy labida tahorat olayotgandi. Suvda bir olma ko'rib qoldi. Tahoratdan keyin olmani o'zi bilmagani holda tishladi. Biroq tupugida qon ko'rdi. O'ziga o'zi, bugungacha menda bunday holat kuzatilmagandi dedi va olmani yegani uchun pushaymon bo'ldi. Olmaning egasini topib, uning roziligini olish uchun sohil bo'ylab ketaverdi. Va nihoyat tishlagan olmasining daraxtini topdi. Daraxt egasining kimligini bildi. Aytishlaricha, olmaning egasi juda oliyjanob, qo'li ochiq odam emish. Odamlar, bu odam juda saxiy, daraxtidagi olmaning hammasini olsang ham hech narsa demaydi. Bir olma nima bo'libdi deyishdi. Sobit bu saxiy zot bilan uchrashib, vaziyatni tushuntirdi. Va yo olmaning pulini oling, yo yegan olmamga rozi bo'ling dedi. Bog' egasi Sobitning harom va shubhadan saqlanishga bo'lgan intilishini ko'rib, gaplarining samimiyligi yoki yuzakiligini sinashni istadi. Sobitga qarab, rozi bo'lishim uchun nima berasan dedi. Sobit, istasangiz oltin, istasangiz kumush beraman dedi. Bog' egasi, menga oltin va kumushlaring kerak emas. Agar qiyomatda yoqangga yopishmasligimni istasang, senga bir taklifim bor. Shu taklifni qabul qilsang, haqqimni halol qilaman, osh bo'lsin dedi. Sobit, qanday taklif deb so'radi. Bog' egasi, mening bir qizim bor. Ko'zi ko'r, tili lol, oyog'i cho'loq. Shu qizimni senga nikohlab beraman. Qabul qilsang, yegan olmang halol bo'lsin. Qabul qilmasang, Allohning huzurida sharmanda qilaman dedi. Shunda Sobit o'z-o'ziga, ey dinida sobit bo'lgan Sobit, qiyomatda sharmanda bo'lgandan ko'ra, mana shu dunyoda sabr qilgan ma'quldir, deb taklifni qabul qildi. Bog' egasi taklifining qabul qilinganini ko'rib, mana shunday odamga qizini berishdan boshi osmonga yetdi. Nikoh o'qildi. Kech tushgach, Sobit kayfiyatsiz bir holatda chimildiqqa kirdi. Xonada juda chiroyli, jismonan sog'lom, ko'radigan, eshitadigan, yuradigan bir xonimni ko'rdi. Xonim afandi o'rnidan turib Sobitni kutib oldi. Hurmat, ehtirom bilan gaplashdi. Sobit ta'ajjubda qolib ichida, "Ey Xudoyim, bu qanday hol? Tush ko'ryapmanmi?" dedi. Bu nikohiga olmoqchi bo'lgan qiz ekanidan shubhalanib, xonadan chiqmoqchi bo'ldi. Shunda xonimi, "Nima uchun ketyapsiz? Ey Allohning sevimli bandasi, men sizning jufti halolingizman" dedi. Sobit unga, "Dadang seni menga ko'r, soqov, cho'loq deb ta'riflagandi. Sen juda yaxshi yuriyapsan. Gapiryapsan, nima uchun unday dedi? Juda ta'ajjubdaman. Buning bir hikmati bordir" dedi. Ayoli, "Bu bir sir. Agar ruxsat bersangiz tushuntirib beraman. Aslida dadam yolg'on gapirmadilar. U kishi dinida mustahkam odam. Uzoq yillardan beri tashqariga qadam bosmadim. Bugungacha hech qanday nomahram yuzimni ko'rmadi. Men ham begonaning yuzini ko'rmadim.
Shuning uchun ko'zlarim haromga ko'r, quloqlarim ham nomahramning so'zini eshitmadi va gunoh qilmadi. Shuning uchun quloqlarim gunoh ishga kar, oyoqlarim ham gunohga yurmadi. Shuning uchun cho'loqdir. Tilimdan ham gunoh so'z chiqmadi. Shuning uchun soqoldir. Dadamning sizga aytgan gaplaridagi hikmat mana shu, dedi. Bu so'zlarni eshitgan Sobit Allohga shukr qildi va ey Robbim, sen har ishga qodirsan, dedi. Haromdan va shubhali narsadan tiyilish va iffat asosiga qurilgan ushbu nikohdan ilmu, irfon va taqvo egasi bo'ladigan Nu'man ismli bir zot dunyoga keldi. Ana shunday, bu bola keyinchalik ulug' faqih imomi azam bo'lib yetishdi.